Do'stlar, Toshkentda osh muzeyi ochilibdi. Kelinglar, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu joy ochilgani haqida birinchi marta eshitganimdan beri borib ko'rgim kelaverardi. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Ichkari atmosfera ajoyib, xuddi muzeyga o'xshab, har xil tarixiy eksponatlarni ham topasizlar. Bu bo'lsa juda ham katta общий zal. Bu yoqda o'zi naq 12-13 xil osh damlanar ekan. Lekin hozircha testoviy rejimda ishlashayotgan ekan. Do'stlar, mana ichkariga kirib, shunaqana Aroni bo'yiga terrasaga joylashib oldik va afsuski Toshkent to'y oshi qolmagan ekan. Shuning uchun o'rniga men o'zim Qo'qonlik bo'lganim uchun Qo'qoncha cho'ng'ora osh, undan tashqari osh so'fi, ya'ni buxorocha osh yetib oldik. Qani zakazlarimiz qanchada kelarkan kutib turamiz. Orada hech qancha o'tmasdan oshlarimiz ham yetib keldi. Men bu oshni ko'rishim bilan Qo'qondagi nahorga osh esimga tushib ketdi. Oldidagi achchiq sho'rvasi bo'lsa yana ham Qo'qoncha vibe beryapti. Achchiq sho'rva bilan ishtahani yaxshilab ochib olgandan keyin oshga hujumga o'tdim. Lekin gap yo'q, tan bermasdan iloji yo'q. Qo'qoncha oshga birga bir o'xshagan. Keyin bilsam bu yoqda har bitta oshni shu yo'nalishda katta tajribaga ega bo'lgan oshpazlar damlar ekan. Osh so'figa ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Bu oshni diyetadagilar ham bemalol yeversa bo'ladi. Bu osh ham juda ham shirali chiqqan. Menga yoqdi. Mazza qilib oshlarni yeb bo'lganimizdan keyin restoran nomidan shunaqa komplimentlar ham yetib keldi. Bu bo'lsa qisqacha narxlar haqida. Bu muzey manzili Katta Darxon 55. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda joylashgan. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymang.